Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatda ishimizni ham tugatdik mana. Bu yerimiz ochiq navesida. Bu yerda shu holat keltirdik mana. Bu devorlariga kafil yopishtirdik. Pastini qora, tepasini oq qilib, ikkita o'chaq qilib berganmiz va ikki tomon alisopka g'ishta o'rab berganmiz. Patologiyani dekoplastdan qilganmiz. Dekoplast ustiga dinaplex tashlab olganmiz. Issiqda ushlab turish uchun ma'lum miqdorda. Bu yana tandir qilib berganmiz. Tandirni alohida qilganmiz. Bu yerga deraza, eshik o'rtishga qo'yilgan. Bu yerimizga oshxona mebel o'rnaydi. Gazga, mo'kaga joy qo'yib ketilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqa chiqib olasizlar. 24 ga 7 ishlaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.